Bugungi manzilimiz Selxoz Insdan 3 km ichkariga kirganda seleksiyada bo'lib o'tadi. Yonidagi xonadonni bir oy oldin reklama qildik. Baraka bo'ldi, sotildi. Endi bunisiga reklamaga chaqirishdi. Bunisini ham chiroyli qilib video obzor qilib beramiz sizlarga. Uyimizda 2 sotu, 6 ta xona, 4 ta sanuzelga ega. Asosiy kirib kelish yo'limizda asfalt bo'lgan, mahalla juda ham tinch, qo'shnilar aql, suv, gaz, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Xonadonimiz tupikda joylashgan. Fayzli, juda ham shinam, chiroyli xonadon. Ichkariga kirganingizda bemalol 2-3 ta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Darvozaxona keng, juda ham chiroyli qilingan. Uyimizda 100% sifatli qurilish mahsulotlari ishlatilgan. Uyimizdan teg qism punni podol qilingan. 3 ta xonaga ega. Kirib yashasanglar bo'ladi podolda ham. Tashqi sanuzel, tapchanli zona, traventilli qilib chiroyli qilib qo'yishgan uyimizdan. Uyimizga kiravish qism, kirganingizda shunaqa chiroyli koridor, to'g'rimizda sanuzel joylashgan, o'ng tarafimizda oshxona joylashgan bo'ladi. Mebel texnikalar qilib qo'yilgan, chap tarafimizda zal joylashgan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda katta hol joylashgan, o'ng tarafimizda ikkita bolalar yotoqxonasi, to'g'rimizda umumiy sanuzel, ikkinchi etaj uchun chap tarafimizda mehmonxona, spalnining ichida o'zini sanuzelga ega. Uyimizdan mebel texnikalari kelishilgan holatda qoladi. Narxi $119.900, yana kelishadigan joylari bor. Ozgina sunnatiga o'tib beriladi.